Hammaga salom. Bugungi video joyimi. Bu videoda biz mana shu qorli joyda hardcore 100 kun qilamiz. Bu birinchi qismi. Qanaqasi? Let's go. Mana do'stlar, boshlaydik. Majbur bizga kelinasi daraxt. Просто mana qorli joyda hardcore o'yinda daraxt yetishmasligi mumkin shunga. Shu sonda xayolga ketamiz. Ko'mir topdim o'zim. Ko'mir qolaman. Shaxta ko'rib ketamiz. Tortib o'tamiz. O'z qidirilgan narsani ko'rib ketsak. Qatdan ko'ramiz. Tamasni qilib. Uy, omad do'stlar, omad yaxshi. Temir juda kerak edi. Boshlanishdan temir makoni ko'p. Zo'r. Endi bu yoqdan toshlik erkak olamiz. Temirlik erkak qilamiz. Yana bitta temir. Temir. Temir bilan zo'rda bari. Yana to'g'ri. Yo'lada. Kumar. Yana temir. Naqadar vaqtli odamman o'zlar. Yana temir yonidan ko'mir. Unaqasi bo'lmaydi-yu menimcha. Bo'ladimi? Ko'mir qarshi ko'p. Ko'mir juda kerak narsa. Ko'mir olib ko'p ekan-ku. Pastaqchasi mashina tekshiraman. Yana tushib ketadigan qorma bo'lsa. Normalniy bo'ldi, endi qatdan chiqishim o'ylayapman. Ko'mir yana. Ko'mirdan chiqib. Bo'ldi do'stlar, mana hamma qazo yo'q ekan. Sinov qildim oypalarga.
kechqurun bo'ldi va eng qiyin narsa shu-da. O'zim o'rab olaman. Shunaqa. Kunni mashg'ulot qilaman do'stlar, keyin videoni yoqaman. Do'stlar kutib charchab ketdim. Kutamiz ozgina. Ko'rchi. O? Yoruldi. Atak videoni stop qildim, lekin qancha kutdim do'stlar, shu kutdim deb borib. Ovqat kelib bizga oz. Cho'chqa go'shti, go'sht farqi ovqat bo'lsa bo'ldi. Bu legendarniy shaxtamiz. O'sha pechka qilib, pechkadan temir anaqalar qilish kerak-yu. Ularga hali vaqtli unaqasi qilgan. Chunki sal kuchayib olsam yana ham shaxtaga borib goodness. Aytgancha уже bir kun o'tdi do'stlar. Bu ikkinchi kun. İkinci kun nasibini yaxshi kechagidek. Lekin kechagidan ham ko'p tevori. Temir chiqqan yana. Просто cho'l. Yo. Ufla. Daraxtga demasam. Ovqat bekib. Meni qayerda bor ekan shaxta. Mana kecham katta qorga. Do'stlar, bu videoda o'zi atigi 5 kun yashaymiz. 5 kun emas endi kamini. Sekin qasganman. Charchab ketdim lekin. Bu narsadan mana sabr shuni bilsanglar kerak, shashlar kelsalar. O ayağım düştü. Ana şaşırdı ki. Timir'den kere. Timir'in zaman bakacak. Bayrak gelemez. IQ. Просто IQ ishlab qoldi. Lekin trillion ishlab qoldi. Sim ketgan. Parasat. Taxta kamda bizni bor. Taxta ham ko'p bo'lgan. Suvish chiqardi. Olmayam bitti asosan. Keyin
Oldu bu уже yetadi. Ey baliga. Ey. Qanoti. Mashtan tepaga qaziyib o'tiraman. Vaqtdan. Temir kerak. Yaxshi. Вообще shunaqa joy ko'rdim. Tepagacha bordim. Qazilaydi. Naryoqda faqat manaqa blok chiqib qolibdi, ezvordi. To'xta nima bu? Timur. Timur. Ko'rmaman men buni. Timur, yaxshi omad. Omad partiya omad. Omadim ko'p. Omad. Wow. Omad Timur. Bosayım. Oldu. Parvar chiqdi, temir bir chiqdi, keyin boyagam ko'mir bilan birga chiqdi. Endi oltin chiqdi. Oltinga yetgancha bo'lmaydi. Endi do'stlar, o'zi nima qilishimizni bilasan? Versa kirib pechga yasaymizda. Pechkani bu yoqqa qo'yib, pechkaga buni tiqib, to'xtab. Maynachasini olib qolinglar. Yetadi, aytasiz. Do'stlar, mana 3 ta davay, 3 ta beramiz. Mana. Tem 3 ta yig'ildiman. Kerakda temir. Juda kerak. Temir kerak mora. Ama yana qarashda davom etdim. Ana yana orada qaytib yana svet fakkiga soldim. Yana orada tashqariga qarab chiqdim. Ertalab bo'lmaganmikan yo'qmi? Qilsam ertalab bo'lmagan. Ma'lumda yana yo'qoldi. Ertalab kunduzi bo'lyapti. Kunduzi bo'lyapti. Hali shetim bo'lyapti. Keyin bu almas chiqib qoldi. Kim olmadan birin-ketin yig'ib oldim. Shok. Keyin yana qarashda davom etdim. Va men bir qarorga keldim. Mana shu joyni o'zim uchun uy qilib, xona qilib to'g'rilab oldim. Do'stlar, yaqin video chiqardimki, bitta kanal obzor. Yaqin o'sha kanaldagi do'stimiz bilan
hardcore 100 kun qilamiz. Agarda mana shu video 15 ta like etsa va kommentariylarga yozib qo'ysanglar, mana o'sha songa erta bilan video qiling desanglar, bo'ldi gap yo'q. Men video olishni boshlayman o'shanda. Va bu videoning ikkinchi qismi shu aytganimdek 15 ta like'dan so'ng. Va men uyimda hamma narsa borligini tushungandan keyin bitta sandiq yo'qligini tushundim. Men u narsalarni birin-ketin javob qilib joylashtirdim. Mana o'rtada karavot bo'ladi. Bu yoqqa qanday narsani o'zi qolibdi. Va bu ikkinchi kun boshlanishi desak ham bo'ladi. Va mana shu payt do'stlar mana shunaqa joylarni orqasi bo'ladi. Skletni o'ldirib mana shunaqa kamon oldim. Va o'q qolmagan ekan. O'q yo'q. Suvga kerak bo'ladi, albatta kamon. Tashlonlarga kerak bo'ladi. Mani qornim ochdi. Juda ochdi. Poyezd o'ldirgan ekan. Va men o'rmonga tog'da shaxtam qani. Shaxtamga belgi ketdi. Asal ultimator trop. Опа. Qolga tushganim yaxshidan ko'ra. Ko'z qonga to'lgan bo'lani. Demak, jo'joqlarim. Mana sizlar ovqatlar. Sizlar bo'lmasanglar men bo'lmayman. Qani qarab. Voy, isqotimo qochgan ko'p. Palakat. Do'stim qochgan bu. Buni ham o'rdashiga o'tirib oldim. Chikin nima? Voy. Buni ham o'ldiraman, hammani go'shtini olaman. Mana ovqatimni oldim. Endi o'rmonga qarab olg'a. Demayman. Prosta o'rmonga ketdi. Mana daraxt bizaniki. Daraxt jonim, daraxtim. Oy. Tepasida oq daraxt ham bormi? Oq narsa nima ekan? Qor menimcha qor. Aytgancha. Qor. Yana bitta men ko'chaga chopsam. Tez qornim ochib qoldi do'stlar, qorda ham sovuqligiga shunda bo'tdi. Mashina kesaman, chopaman, ketaman bo'ldi do'stlar. Qo'y kerak, qo'y yo'liga o'tdi. Qanaqa qilib qilaman bilmayman. Yana shunaqa qilib tunlarni o'tkazib yuboraman. Shuning uchun do'stlar, like podpiska bosib qo'yinglar. Hoppa. Voy, yaxshi. Mana bu qatdan tushdi bu qor. Ana. Bo'ldi. Yani daraxt chopib ketaylik, 20 ta bo'lsa urug'ini. Bo'ldi, yetadi. U daraxt, suv. Mana shu narsa kerak. Va men bu yerda o'zim tomonda ferma qilmoqchiman. Lekin ferma uchun suv yo'q. Suv uchun ferma yo'q.
voy daraxt tushmadimi? Bitta bo'lsa tushmadimi? Yaxshidanniki ekan. Ovqat yemasam hozir o'laman. Qorong'uchi bo'lsa qora. Ovqatam juda kam qoldi. Qishda hardkor qolaman yoki bu joydan ketishmasam mumkin. Ko'raveramiz ikkinchi qismni. Qochishini qara do'stim, mandan chiqib ketibdi. Urmayman, o'ldirmayman. Ovqat bormi biriga ovqat? Bu mushuk emas bu. Bu ana bu qo'yon. Qani? Voy, qochib ketdi. Mana ovqat, siz ovqat. Oyoqdan ovqat tushirken o'ldirib olaymikan mana shuni. Keladi hozir. Joni ko'p bo'ladi buni. Mana ikkita jon ketdi. Chiroyapti do'stlar. Bu chiroymi? Kiramigan yo'q. U baliq. Zo'r, endi buni ayollarni o'ldiraman. Akram shaxtaga bu yoqqa keyinchalik ish qilib qo'yaman. Ularni qo'yib ikkisida tosh qaradim. Ana ikkita kirkamasim ketdi bungacha. Anchimcha qasd tashladim bitta. Ikkita chiqmaydigan o'xshaydi, nimaga chiqib qoldi? Mana qanaqa do'stlar, menga 3-chi kunim o'tib bo'ldi. Va bu 4-chi kunning kechasi menimcha. Kechasi emasmi? Hozir ko'ramiz. Do'stlar, adashmayman. 4-chi kunning kechasi va 5-chi kunni kutamiz do'stlar. Keyin videoni to'xtataman. 5-chi kunni o'tkazib 5-chi kun kelishi bilan videoni o'chiraman. O'qotam qolmayapti. Cho'chqa boyib qoldi. Do'stlar, o'tirib to'g'ri tovuq borib. Davomgacha nimadir qilib zerikib ketdim. Qarab kelchi qana. Atrofda-ku.
yonib ketyapti-da. Tag'in manga otib bor. Mana o'qqa. O'qqayma bo'lmayapti-yu. Kamon qani? Kamon qani? Kamon suvdi. Falaket. Va do'stlar, xuddi shu joyda sizlar bilan Anchava Gaming do'stlar, bugungi videoda hardcore 5 kun bo'ldi va keyingi videoga 15 ta masxatcha va 15 ta so'ramayman hazillashdim. 12 ta like yig'ib beringlar va 15 ta like yig'ilgandan keyin kommentariyada yozib qo'yinglar. Shu 30 qo'ydim Sultan Yetti degan kanal bilan, o'sha kanal bilan video chiqaraymi yo'qmi? Shularni ham yozib qo'yinglar do'stlar. Sizlar bilan Anchava Gaming keyingi videoda ko'rishguncha xayr.